Hop, hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Hozir men bitta joyga ketyapman, surpriz. Bu mashinani ishqibozlari uchun. Bu joyga faqat kechqurun boriladi. Ketdik. Bu joy juda ko'p Yaponiyada yurgan o'zbeklardan so'radim, o'zbek akalardan. Birortasi bilmayman dedi. Даже bir xillari shunaqa joy bormi ham deb so'radi. Shuning uchun ChatGPT dan foydalandim. ChatGPT aytdi. Birinchi marta o'zim ham hozir borib qidirib topamiz. Bu video polna lokatsiyaga o'sha joyni topishga bag'ishlanadi va u bitta mashina o'tibdi. Men o'sha yerga ketdim. U joyga kira olamanmi yo'qmi bilmayman to'g'risi. Chunki ChatGPT shunaqa aytdiki, oxirida u joy tekin dedi, lekin kira olmasligim ham mumkin. Mashina ham bo'lishi kerak dedi. Короче, mana shu binoni UDH binosi ekan. UDH binosini podval deb aytibdi. Lekin odamlar kirishi mumkin emas deb yozib qo'yibdi. Znakam qo'yib qo'yibdi. Bilmadim qanday kiraman. Men uzr so'rayman agar kira olmasam. Ko'rib vaqtinglar uchun, ko'rgan vaqtinglar uchun to'g'ri. Harakat qilib ko'raman hozir. Короче, mana bitta lift topdim, o'shandan tushib ko'raman. B2 deb yozgan. F1, F2, F2, B2 deydi menga. Anaqa ChatGPT. Tushib ko'ramiz qo'ysa. Anketda video premyer ko'rasan. Bismillah. Voy, ovozi eshitib o'snami? O'rtoqlar.